Sizning ham qo'chqorlaringiz bir-biriga irg'ib shoxlashyaptimi? Unda men beradigan oddiy maslahat bilan bu holatni bartaraf eting. Xalq orasida buni kamaytirish uchun qo'chqor burniga vazelin yoki vishnevskiy mazini surtish usuli qo'llanadi. Bu moddalar o'ziga xos hid berib, hayvonlarning bir-birini hid orqali tanishini chalg'itadi. Qo'y aksirib burnidan suv oqyaptimi? Oddiy usulda buni bartaraf etishni o'rgataman. Buning uchun 2 gram krealin yarim litr suvga aralashtiriladi. Tayyorlangan eritma ehtiyotkorlik bilan qo'ylarning burniga 5 gramdan yuvoriladi. Agar mol tirnalib yara bo'lsa, darhol to'g'ri parvarish qilish kerak. Aks holda yeringlab ketadi. Avvalo yarani toza suv bilan yuvib, keyin vodorod peroksid yoki furotselin bilan dezinfeksiya qiling. Yara atrofiga yod surtish kerak. So'ng livamikol kabi antiseptik mask qo'ying. Iloji bo'lsa, ustini yopib, molni toza joyda saqlang. Agar shish, issiqlik yoki og'riq kuchaysa, bu yering boshlanayotgandan dalolat beradi. Darhol chorani kuchaytirish kerak. Beda dalangizni ag'odarib, tomirini tashlab yuboryapsizmi? Eng katta xato shu. Beda tomiri chorva uchun bepul, lekin juda kuchli ozuqa. Uni yaxshilab yuvib, biroz iviting, so'ng pachoqlab bering. Sut ko'payadi, chorva tez semiradi. Mollaringizga musiqa eshittiring. To'g'ri tanlangan musiqa hayvonlarga tinchlik beradi. Natijada stress kamayadi, kortizol tushadi. Bu esa sog'ish paytida tepish, bezovtalikni kamaytiradi va mahsuldorlikni oshiradi. Qo'yni tez va sog'lom semirtirmoqchimisiz? Unda oddiy lekin samarali usulni bilib oling. Uydagi iste'mol sodasini har bir qo'yga kuniga 5-10 gram miqdorda berish mumkin. Yoki shu miqdorni yemiga aralashtirib bering. Bu usul ozuqaning samaradorligini oshiradi va qo'y tezroq semirishiga yordam beradi. Qo'chqoringizdan qora go'sht olmoqchi bo'lsangiz, arpa bering. Yog'liroq qilib semirtirmoqchi bo'lsangiz, bug'doy bering. Agar ikkalasini ham birga olib ketmoqchi bo'lsangiz, 70% arpa hamda 30% bug'doy aralashmasini bering. Yana bir eng muhim jihat, mana shu ikkala ozuqa ham qattiq bo'lganligi uchun hazm bo'lishi qiyin. Shuning uchun ularga kepak aralashtirib berish tavsiya etiladi. Kunlik ratsion ham juda ham muhim. Kunlik ratsionni bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga joylashtirib qo'ydim. Agar qo'y yem yemay qo'rqsa yoki ishtahasi pasaysa, uni 15-20 kunda bir marta bir kun och qoldiring. Biroq bu usulni qo'llashda eng muhim shart qo'y oldida doimo toza suv bo'lsin. Eng muhim jihat, bu usul har bir qo'yga ham mos kelavermaydi. Ayniqsa bo'g'oz, emizikli qo'ylar va yosh qo'zilarni och qoldirish tavsiya etilmaydi. Tovuqqa non berasizmi? Unda siz tovuqni nobud qilyapsiz. Ko'pchilik qolgan nonni beramiz deydi. Lekin haqiqat shuki, non tovuqni shishiradi, vitaminsiz va zaif qiladi. Uni faqat 10% gacha boshqa yem bilan aralashtirib berish mumkin. Tovuqqa oz miqdorda go'sht berish foydali protein manbai bo'lishi mumkin. Lekin muhim qoidani unutmang. Go'sht albatta yangi va pishirilgan bo'lishi kerak. Eng yaxshisi qaynatilgan yog'siz go'sht. Kolbasa, sosiska va ziravorli ovqatlar tovuq organizmiga zarar. Namgarchilikda qo'larda tuyoq kasalliklari xavfi o'tadi. Buni oldini olish uchun maxsus vanna tayyorlashni o'rgataman. 400 litr suvga 50 kg tuz hamda 50 kg mis kuporosi solinadi va qo'ylarni vannadan 4-5 marta o'tkazish tavsiya etiladi. Batafsil ma'lumot Telegram kanalimizda.